Xayrli kun Agrota Holdings'e ashaddiy kuzatib boruvchilar do'stlar, YouTube kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga Agrota Holdings'da bor agregat, texnika, traktor hammasini birma-bir отдельно to'xtalib, iloji bo'lsa narxlarigacha aytib o'tishga harakat qilaman. Agar aytilmagan bo'ladigan bo'lsa, xafa bo'lish yo'q. Nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqib bemalol so'rab olsanglar bo'ladi. Biz boshladik. Apreskitellar kelgan bog'larda, olmazorlarda, uzumzorlar, bodomzorlarning ichiga 1 tonna, 2 tonnalik bu ajoyib sinovdan o'tdi, yaxshi sotyapmiz. Buni bemalol navbasini qilib traktorga ulagan holatda bog'lar ichida, mevazorlarda, uzumzorlarda maza qilib ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari mana mexanический apreskitellarimiz bor. 6 metrdan 12 metr uzoqlikka sepadigan, mana kichkinasi ham bor, mini traktorlari, mini yerlari borlar uchun bu gidravlitskiy qismi traktorda o'tirgan holatda bemalol buni rushkalarini tushirib, keyin yig'sa bo'ladi. Bu 300 litr bo'lganligi uchun 4 metrdan 8 metr oralikqa masofada bemalol sepadi. Bog'lar, mana bodomzorlar uchun mini pritsepchalarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. 1 tonnalik, 1,5 tonnalik mini pritsepchalarimiz. Mana zapchastlari, kardanlari mana soldatdek bo'lib turibdi. Bundan tashqari qolmangizlar. Agrota Holdings'da mexanik akalarimiz mana gidravlitskiy apreskitelni kecha tushdi. Bilasizlar, nechtadir partiya sotdik, zo'r ketdi. O'shaning uchun talablarga binoan bir konteynerni olib keldik. Bemalol sotuvda bor, murojaat qilaverasizlar. Bular qolib ketyapti do'stlar. Ko'pchilik qiziqqan mana bog'ning ichida yuradigan mini apreskitellarimiz ham bor. 600 litrlik bemalol ko'tarib harakat qiladigan. Buni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Turkiyaning Barbaros firmasini mahsuloti hisoblanadi. Bu bemalol traktorni ustiga osib olib, sudratma emas, osma hisoblanadi, bemalol yursa bo'ladi. Undan tashqari motobloklarimizni har xilidan bor. Kultivatorlarni qo'shib beramiz. 3,5-4 milliondan skidkaga tushib ketdi. Bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Kauchukli, balonli har xilidan bor. Selkalarigacha bor ekin ekadigan. Mana bunaqa zamonaviy ajoyib Agrota Irrigation, zamonaviy yomg'irlatib sug'orish tizimini yangi texnologiya olib kelganmiz. 300 metr uzoqlikka 30 metr radiusda bemalol sepib, dalani yomg'irlatib sug'orsangiz bo'ladi. Xohlagan narsani sug'orsa bo'ladi. G'alla, paxta, sabzavot, poliz ekinlari bemalol bundan foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari mana katta frezalarimizgacha bor. 2 metr, 1.8 lik frezalarimiz. Mini traktorlari bor uchun 1.20 frezalarimizgacha bor. Kultivatorlar endi xilidan bor. Mana ekin ekadigan selkali kultivatorlarimizgacha bor. Buni orqasidagi mini agregatchalarni shunday qo'shib beramiz do'stlar. Har xilidan bor. Yana bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'pchilik talab so'radi, bunaqa arzon 30-35 millionlik traktor, mana 35 millionga mini traktorlarni ham olib kelib qo'ydik do'stlar. Orqasidagi agregatlarini qo'shib beramiz, alohida emas, agregatlarni qo'shib beramiz. Mana katta apreskitellarimiz ham bor, 2 tonnalik. 2 tonna keladigan, juda baquvvatidan. Mana ko'tarib yuradiganlarigacha bor. Endi enrularimiz kelgan nerjavishni, 2 ta diskli, hamma joyi nerjaviki 800-600 litrlik enrularimiz, dori, nuri sochadigan xohlaganlar buni bug'doy ham sochib, keyin orqasidan ochib eksa ham bo'ladi. Ko'pchilik zo'r foydalanadi. Fermer akalar uyda обязательно bundan bitta bo'ladi, dejurniy holatda turadi. Xuddi telechkaga o'xshab. Endi kartoshka, piyoz, sabzi kovlaydigan mana bunaqa kapatillarimizgacha bor. Bir qatorlik, liboy traktorga tushadi. Ekilgan ekinda bemalol kartoshkami, piyozmi, sabzimi xohlaganini eksa bo'ladi. Mana kapatillargacha olib kelib qo'yganmiz. Ukrainaning mini klassik 2 korpuslik, 3 korpuslik pluglarigacha bor do'stlar. Bundan tashqari bir dona selkamiz qolib ketgan. Bu haydalmagan yerga ham bemalol ekish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hech qanaqa yerda haydamasdan lalimi joyga ham primoy kirib ekib ketish imkoniyatiga ega. Undan tashqari mana kasilka so'raganlar uchun har xil turdagi 1.60 zaxvatdan 2 gacha bo'lgan kasilkalarimiz bor. Mana kasilkalarni olib kelib qo'yganmiz, xilidan bor do'stlar. Mana har xilidan kim xohlasa kasilkalarimiz bor. Bundan tashqari mana bunaqa toshbaqali kasilkalarimizgacha kelgan. Mana 6 talik, 5 talik do'stlar, ko'pchilik juda so'radi. Endi yangi kelgan apreskitellarimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana apreskitellarimiz gidravlitskiy ko'pchilik xohlagan. Yaqinda olib keldik, bir haftaga qolmasdan sotilib ketdi bular do'stlar. Mana hozir mexaniklarimiz bularni yig'ib, tekshirish jarayoni bo'lyapti. Mana hozir tayyori 4 ta ekan. Kim olmoqchi bo'lsa do'stlar, kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Dastlabki xizmatlarni kelishib olamiz.
Mana lazerni planirovщиклар ham olib kelib qo'yganmiz. 4-5 metrlik, endi yig'ish jarayoni, yig'ilganlarini ham hozir ko'rsataman. Frezalarimiz bor mana. 770 kilogramlik. Aksiyalar mana 100 million so'm. Olaman deb kelgan mijozga bundan ham kelishtirib beramiz. Zastavkasini ham tekin qilib beramiz. Ustida mana bunkerlar, dori sepadigan bunkerlarigacha bor. Har xil turdagi mexanический bemalol xohlagan qatorga nastroyka qilib olib o'rnatsa bo'ladigan preskitellarimiz bor. Traktorlarimiz mana 76 kishilik 5 kabina, 76 kishilik kabinali traktorimiz bor. Farmler brendi ostida kelgan, asli Deutsche kompaniyasi mahsuloti bo'lgan 4 silindrli dizel dvigatel bilan jihozlangan, transmissiya qismlari ham Italiyan bilan qo'shma korxonada ishlab chiqarilgan, faqat motori Yuchay motor bilan jihozlangan. Naveska qismi ham bemalol 2 tonnadan ziyod agregatlarni ko'tarib, vomlar ham 540 ming оборотda aylantirib beradi. Eng asosiysi bu sinovdan o'tgan bu traktorimizga 3 yil yoki 1,5 ming martachas garantiya beramiz. Undan tashqari mana mini balon bazamiz bor. Dejurniy telechkalar uchun ichida kameralarigacha bor. Balonlarimizga 1 yil garantiya beramiz. Arionmi, John Deere'mi, Case'mi, Dominatormi, Jaguarmi xohlagan turdagi balonlarni kelsalar topib beraman xudo xolasa. Undan tashqari hozir diskli baranalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Yana enrular bor, skitkadagi enrular. Mana bitta frezamiz, mini frezamiz tayyor bo'lib atrofida. Bu lazerni planirovщик uzr. Lazerni planirovщикlar mana ikkita yonga ochiladi. O'zi gidravlический hisoblanadi. Bu kichkinasi mana 4 metrgacha bemalol mana bu yoni yana chiqadi-da. Bu transport holatida qulay bo'lish uchun. Dalaga kirganda bemalol yoyib olib, maza qilib ishlatsa bo'ladi. Hamma joy gidravlический, mo'shni. Bilasizlar, bunga subsidiya ham beradi davlatimiz tomonidan lazerni planirovщик borlar uchun. Kattasi tayyor bo'lganini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman hozir. Pluglarimiz bor. Ularda ham diskli baranalarimiz bor. Bizda servisimiz bor. Mana bunaqa xohlagan inomarka traktorlarni xohlaganlar kelib tashlab ketadi. Servis jamoamiz o'tirib bular bilan birga shug'ullanib bemalol ishlaydi. 2 korpuslik aylana plug so'raganlar uchun 30 atvallik aylana оборотli 2 korpuslik pluglarimiz ham bor do'stlar. Undan tashqari mini mana 1.30lik diskiy baranachalarimiz mini. Undan tashqari 2 bor, 2,5, 3 har xilidan bor. Mana 3,5 metrliklar bor. Terilgan, hali uspit qilinmagan terilishga mana katta lazerni planirovщикimiz mana 5 metrlik do'stlar mana tayyor qilib, buni tekshirib, sinovdan o'tkazib tayyor qilib qo'ygan mexaniklarimiz tomonidan klient kelsa, bemalol buni ko'rsatib, ishlatib bera olamiz. Dala bo'lsa, olib borib dalaga imta solib berishga aqlimiz yetadi bemalol. Mana orqasida katoklari bor. Bemalol ekinga tayyor holatda qilib ketadigan 3 metrlik diskiy baranalarimiz. Oxirgi zamonaviy qiyqiriq modadan. Undan tashqari mana 3 metrlik, обычный traktorlar uchun kimda 80-60 dan ziyod traktor bo'lsa, bemalol tushadigan. Bunaqa o'rtasida baloni borlarigacha 3 metrlik olib kelib qo'yganmiz. Mana chizillarimiz skitkada do'stlar. Mini plugchalar mana mini, mayda aylanadigan. Mana bularimiz aylanmaydigan klassik pluglar do'stlar. Mana olib kelib qo'ydik. Apreskitellar hali tushirish jarayonida yig'ilyapmiz navbatda. Mana bu pluglarimiz skitkada do'stlar beramiz. 4, 5, mini 3 korpusliklar, 2,5 metrlik diskli baranalarimiz bor. Mana 3,5 metrlik baquvvat 146 kishidan ziyod bo'lgan traktorlar uchun o'rtasida baloni bor diskli baranalarimiz. 4+1, 4, 3+1 katta traktorlar uchun mana 150 kishidan 260 kishigacha bo'lgan traktorlarimiz uchun aylanma pluglar, taroqli varianti 30 atvollik 3+1. Undan tashqari 3 korpus so'raganlar uchun mana 3 ta 4 ta qoldi. 3 korpusliklar pluglarimiz ham bor. Do'stlar, Agroto Holdingsga kelasizlar kerak bo'lsa, hammasini ko'rib, joyida gaplashib, 3 ta 4 ta narsalar olsanglar, bonuslar qilib beramiz, zastavkalarni qilib beramiz. Undan tashqari bizda Agroto Holdingsda 0% lizing asosida ham kelib xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Bu nima degani? Bu degani, siz 30% dan 50% gacha bo'lgan to'lovni amalga oshirasiz. Qolgan har 3 oyda bir marta to'lov qilib 0% lizing asosida ham xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiraman, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etamiz. Hozirda do'stlar bizda Andijonda, Buxoroda, Samarqand deb xuddi shunaqa texnikalarimiz olib borib qo'yganmiz. Bundan keyin qolgan viloyatlarga ham olib borib qo'yamiz. Agar uzoq viloyatliklar bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga kelishga imkoniyat, vaqti bo'lmay qolsa, bemalol o'sha filiallarimizdan ham xuddi shu narxda kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqinglar, 24/7 sizlarning xizmatinglardamiz.